Agar AQSh Eronning elektr tarmog'iga hujum qilsa, rasmiy Tehron Ko'rfaz davlatlarining energetika va suv infratuzilmalariga zarba berishini bildirdi. Bu esa dengiz suvini tuzsizlantirishga qattiq bog'lanib qolgan arab davlatlarida ommaviy uzilishlarga olib kelishi mumkin. Mart kuni AQSh prezidenti Donald Trump agar Tehron 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini to'liq ochmasa, Qo'shma Shtatlar Eronning elektr stansiyalariga zarba berishi haqida ogohlantirgan edi. Agar Eron hozirgi vaqtdan boshlab 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini tahdidsiz to'liq ochmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari ularning turli elektr stansiyalariga birinchi navbatda eng yirigidan boshlab zarba beradi va yo'q qiladi deb yozdi Trump ijtimoiy tarmoqda. Bu muddat bugun 23 mart kuni tungi vaqtda yakunlanadi. Trumpning ogohlantirishi u AQSh dengiz piyodalari va og'ir kemalari mintaqaga yo'l olgan bir paytda. Shu bilan birga Washington mojaroni to'xtatishi mumkinligi haqida ishora berganidan ko'p o'tmay yangradi. Bunga javoban Eron davlat ommaviy axborot vositalari Muhofizlar korpusi so'zchisi Ibrohim Zulfiqorning bayonotini keltirdi. Agar dushman tomonidan Eronning yoqilg'i va energetika infratuzilmasiga hujum qilinsa, avvalgi ogohlantirishlarga muvofiq AQSh va mintaqadagi sionistik rejimga tegishli barcha energetika infratuzilmalari, shuningdek axborot texnologiyalari va suvni chuchuklashtirish inshootlari nishonga olinadi, dedi harbiylar vakili. Reutersning yozishicha, elektr energiyasiga qilinadigan hujumlar Eronga ham zarar yetkazadi. Ammo aholijon boshiga qariyb 5 barobar ko'p elektr energiyasi iste'mol qiladigan Fors ko'rfazidagi qo'shnilar uchun bu halokatli bo'lishi mumkin. Elektr energiyasi ularning cho'ldagi yaltiroq shaharlarini yashash uchun yaroqli qilib turadi. Xususan Bahrayn va Qatardagi iste'mol qilinadigan suvning 100% ni ishlab chiqaradigan chuchuklashtirish zavodlarini energiya bilan ta'minlaydi. Bunday zavodlar Birlashgan Arab Amirliklaridagi ichimlik suvi ehtiyojining 80% dan ortig'ini, Saudiya Arabistonidagi suv ta'minotining esa 50% ni qoplash uchun dengiz suvidan foydalanadi. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir esa agar Eron elektr stansiyalariga hujum qilinsa, Yaqin Sharqdagi muhim infratuzilma va energetika obyektlari tuzatib bo'lmaydigan darajada vayron bo'lishi mumkinligini yozdi. Bu Ko'rfaz davlatlariga bosimni yanada oshirmoqda. Shuningdek, Eronning qudratli islom inqilobi muhofizlari korpusi global neft va suyultirilgan tabiiy gazning 5 dan 1 qismi o'tadigan kema yo'li yopiq qolishini bildirdi. Hormuz bo'g'ozi butunlay yopiladi va vayron qilingan elektr stansiyalarimiz qayta tiklanmaguncha ochilmaydi, deyiladi korpus bayonotida. Shu bilan birga mahalliy ommaviy axborot vositalari Eronning xalqaro dengiz tashkilotidagi vakili so'zlaridan iqtibos keltirib, bo'g'oz Eronning dushmanlariga aloqador kemalardan tashqari barcha yuk tashuvchi kemalar uchun ochiqligicha qolayotganini ma'lum qildi. Eron rasmiysi Ali Musaviyning aytishicha, suv yo'li orqali o'tish Tehron bilan xavfsizlik va mudofaa choralarini muvofiqlashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Kemalar harakatini kuzatish ma'lumotlari Hindiston bayrog'i ostidagi kemalar va Pokiston neft tankeri kabi ba'zi kemalar bo'g'oz orqali xavfsiz o'tish bo'yicha kelishib olganini ko'rsatmoqda. Musaviy shuningdek Tehron Fors ko'rfazida dengiz xavfsizligini yaxshilash va dengizchilarni himoya qilish borasida xalqaro dengiz tashkiloti bilan hamkorlikni davom ettirishini ta'kidladi. Diplomatiya Eron uchun ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Biroq agressiyaning to'liq to'xtatilishi, shuningdek o'zaro ishonch va aminlik muhimroqdir, dedi Musaviy. U Isroil hamda AQShning Eronga qarshi hujumlari Hormuz bo'g'ozidagi hozirgi vaziyatning ildizi ekanligini qo'shimcha qildi. Isroil harbiylari dushanba kuni erta tongda Tehrondagi Eron infratuzilmalarini nishonga olgan keng ko'lamli zarbalar to'lqinini boshlaganini e'lon qildi. Eron axborot agentliklarining xabar berishicha, Xuramobod shahrining g'arbiy qismidagi turar joy hududi bombardimon qilinishi natijasida kamida bir bola halok bo'lgan va bir necha kishi jarohatlangan. Shimoli g'arbiy Urmiya shahridagi turar joy dahasi ham havo zarbasi natijasida shikastlangan. Saudiya Arabistoni Mudofaa vazirligi dushanba kuni erta tongda Ar-Riyod tomon 2 ta ballistik raketa uchirilganini ma'lum qildi. Bitta raketa urib tushirilgan.
ikkinchisi esa aholi yashaydigan hududga tushgan. Yakshanba kuni Eronning Isroil janubidagi ikkita shaharchaga bergan zarbalari natijasida o'nlab odamlar jarohatlandi. Isroil kasalxonasi buni yirik talofatlik hodisa deb ta'rifladi. Bu shaharchalar Isroilning maxfiy yadro reaktori va mamlakatdagi eng yirik harbiy obyektlardan biri bo'lgan Nevatim aviabazasi yaqinida joylashgan. 28-fevralda AQSh va Isroil tomonidan boshlangan urush davomida 2000 dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu urush bozorlarni ustun qilib yubordi. Yoqilg'i narxini oshirdi. Global inflyatsiya xavotirlarini kuchaytirdi va urushdan keyingi G'arb ittifoqini larzaga keltirdi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, Eronning raketa imkoniyatlarini sezilarli darajada kamaytirgan 3 haftalik bombardimonlardan so'ng ham Tehron qarshi zarba berish qobiliyati saqlanib qolmoqda. Shuningdek, urush Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi alohida frontda davom etmoqda. Isroil yakshanba kuni Livan janubidagi qurolli guruhning bir qator obyektlariga reyd uyushtirganini ma'lum qildi. Isroil harbiy rasmiysi Eron va Hizbullohga qarshi yana bir necha hafta janglar bo'lishini kutayotganini aytdi. Hizbulloh esa Isroil shimolidagi bir qancha chegara hududlariga hujum qilganini bildirdi. Hizbulloh 2-mart kuni mintaqaviy urushga kirgandan beri Isroilga qarshi yuzlab raketalar otdi. Isroil esa Livanda 1000 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan hujum uyushtirmoqda.